Bu yil barcha chempionatlarda siz umuman kutmagan va ancha yillardan beri sovrin nimaligini bilmay kelayotgan jamoalar chempion bo'lishdi va teoriyalarga yakun yasaldi. Xuddiki biz 2004-yilga qaytib qolgandekmiz. Qiziq, unda ekran oldiga yaxshilab joylashib oling. Bugungi dasturimizni boshladik. Bologna 51 yil deganda juda katta mehnat va mashaqqatlar bilan chempionlikka erishdi. Coppa Italia Kubogi finalida Milanga qarshi, Milan esa yarim finalda turnirning yaqqol favoriti bo'lmish Interni mag'lubiyatga uchratgan va finalda esa Bologna o'zlarining 51 yillik tarixiga barham berishdi. Eng alamlisi, 1 yil oldin Calafiori klubdan Arsenalga transfer bo'lgandi, ammo bu yil Arsenal qancha urinmasin, birorta ham kubok yuta olmadi. Calafiorining qismati esa xuddi Interdan Barsaga o'tib, ikkita trebledan quruq qolgan Ibrahimovic kabi. Crystal Palace naqd 120 yillik titulsiz yillar. Olmos qalaliklar shunchaki sabr va mehnat qilishdi. Biz Husanovning jamoasi deb barchamiz Cityni qo'llab-quvvatlaganimizda ham bu qahramonlikka shunchaki tan bermasdan ilojimiz yo'q. Ular o'zlaridan ancha kuchli bo'lgan jamoalarga qarshi chekinib o'ynashsa-da, asosiysi g'alabaga erishdi va bu ularning asrlar davom etgan hikoyasiga barham berdi. Son va Kane la'nat deb nomlanmish bu teoriyaga Kane'ning Tottenhamdan ketishi bilan yakun yasaldi. Shu birgina hodisa tufayli Kane va Son faoliyatidagi birinchi kuboklariga erishdi. Tottenhamga atab anchagina memlar paydo bo'lgandi va barchasiga birgina titul tufayli yakun yasaldi. Va shu g'alati yilda biz ham jahon chempionatiga chiqamizmi? Hozir juda yaqinmiz. Atiga 1 ochko bunga kifoyadir va eng asosiysi tarkibimiz juda kuchli. Hattoki Osiyoda yuqori o'rinlarni egallaydi. Shunchaki umid qilamiz. Va bo'ldi do'stlar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va mana bu futbolchini kimligini topishga urinib ko'ring va javobingizni kommentariyaga yozib qoldiring. To'g'ri javobni esa keyingi dasturlarimizda chiqaramiz. Unda ko'rishganda ko'rishguncha.